qarab tursangiz, unda nima bo'ladi? Mana yerdan agar o'simlikni kuchi bo'lsa, havo qulay kelsa, mana shu yerdan ildiz otib olsa, mana shu yerdan yangi ildiz otib, rivojlanib, hatto bir 2 sm o'sib olsa, shu tirik qoladi. Davom etadi. Lekin uni ham hosildorligi juda bo'ladi, zaif bo'ladi. Agar mana ochib qarasangiz, mana o'tkazuvchi naydi bari zararlangan, mana ko'ryapsizmi? Mana shunaqa holatlar bo'ladi mana. Zararlanib, mana chirib, mana poyaga nisbatan mana ingichka bo'lib ketgan, qarang. O'zi ancha oldin boshlangan. Lekin mana bu urug'dan o'zi ham yaxshi ekan, shuncha paytgacha yetib keldi. Bo'lmasa ancha-munchasi qirilib ketish kerak bo'lib qoladi. Urug'da ham yaxshi bir chidamliroqni olgan, lekin baribir bu yil ob-havo juda nam keldi. Kechquruniga ham havo tushib ketyapti 15 dan. Shuni evaziga zamburug' uchun maksimal zo'r bo'ldi. Endi qorason degan bu kasallik asosan o'sha ildiz bo'g'zini qorayib chirishi, mana shu nomi. Endi uni qo'zg'atuvchilar har xil bo'ladi. Misol uchun o'sha bittasi Rhizoctonia salani deydi, Rhizoctoniozniki. Bu bakterial kasalliklar ham bor. Xuddi shunday qora songa o'xshatib, shunaqa qora bo'lib, barglar, poyalar hammasi ana bo'lib ketadi, chirib ketadi. Fitoftaroz degani bor. Endi ular bargdan boshlanadi, lekin belga nisbatan o'xshash bo'ladi bir-biriga. Poyada juda o'tkir holatda poyalarda kuzatiladi. Lekin hozirgi mana bu holat juda kuchli Rhizoctonioz bilan zararlangan. Bu ham ketgan. O'zi bilinib turaman, rangi nisbatan past bo'lib, tashab turyapti. Rangidan ma'lum bo'ladi. Bargi ham tashab turib, bularni qanday qilsa bo'ladi? Bular hozirga fosforli o'g'itlar bilan birga birdaniga o'sha Rhizoctonioz zamburug' kasalligiga qarshi ishlov berish kerak. Shunda fosfor ham energiya, o'simlikka energiya bo'ladi. Mana barg hali nisbatan yaxshi oziqa ola oladi. Shuni evaziga mana bu yerdan tomir chiqaryapti. Ko'ryapsizlarmi? Boya ham aytdim. Mana bu hay endi tomir chiqarmagan, lekin mana bu chiqaryapti mana. Mana shuni saqlab qolsa bo'ladi. Namlik bo'lsa chiqaradi, lekin namlik bo'ldi degan mana uni ham kuchaytirib beradi. O'shaning uchun birdaniga ham kasalligiga urish kerak hozir. Ham o'sha fosforli oziqani berish kerak. Mana shu ildiz rivojlanib olish kerak. Faqat bargdan. Yerdan bersangiz endi toza qulay, lekin xarajatingiz katta bo'lib ketadi-da nisbatan. Ham yerdan yerdan oladigan amafos, superfosfat, superfos yoki bo'lmasa amafos K deganlar bor. Bular sal kechroq. Uni suvga qarab anaqa bersangiz, erib, o'simlik ma'lum bir qismini oladi, lekin nisbatan kechroq. Bargdan tez bo'ladi, lekin davomiyligi qisqa. Bizga hozir ayni mana shu momentda saqlab qolish uchun hozir nima qilish kerak desangiz, bargdan oziqlantirish kerak birinchi o'rinda. Mana shu ildizni rivojlantirib olib, keyin yerdan bemalol nima qilaver. Avvalasi bargdan oziqlanib o'lsa, mana da oq tomirga kattarsa, keyin o'zini o'zi topib ketadi. Bu ekishdan oldin ham o'sha azot, fosfor, kalsiyni hammasini bir chiroyli qilib berish kerak edi. Misol uchun sof holatda mana shu polyaga 150 kg amafos tavsiya qilardim. Misol uchun. Sof holatda, ya'ni bu xaltaga hisoblab olmangizlar buni. 46% fosfori bor, o'sha 46% fosforni kilogrammini qilib sof holatda beriladi. Mana shunda zo'r bo'lardi. Hozir mana bu kasalliklarga ham chidamlilik ancha rivojlangan bo'ladi. Hozir mana yerda yamni ko'rsa bo'ladi mana. 3 barobar kengayib ketgan mana yer mana. Mana bu yerda qarang, juda ingichka bo'lib qolgan. Majbur mana yerdan qilyapti, joni bor, lekin bu issiqqa bu turib bera olmaydi. Ketadi. Keyin barglarda qorayishma. Asosda mana kechagi yomg'irlar, sovuqdan o'sha harorat tushib ketgani bilan mana fitoftarozdan boshlayapti. Biznikida ko'pda mana birinchida biznikida. Mana shunda hozir mana shu ob-havo bu yerda endi men oldin ham paxta terganmiz, boshqa qilganmiz. Bu yerda ob-havosi bizga bergan emas, to'g'risi. Bilaman-da, qurg'oqchiroq joy berilar. Bu yerda bunaqa zamburug'lar juda kamdan kam holatlarda bo'lib qoladi. Yili kelsa deydi-ku, xuddi ana shunaqa paytda bo'ladi. Mana shu yil keldi hozir. Hozir bu yerda nima kasalliklar ko'payapti? Pernosporioz degani, ya'ni bargda usti och sariq bo'ladi-da, past mana qo'ng'ir bo'lib qoladi. Xuddi shunaqa. Keyin alternarioz degan zamburug' uchun qulay bo'lyapti. U degani usti sariq bo'ladi-da, halqacha bo'lib qolaveradi barglarda.
yonboshlar sarg'ayib, dumaloq sarg'ayadi. Mana bu yerlarda halqacha bo'ladi. Mana shu kasalliklardan himoya qilish hozir vaqti. Sepish kerak. Keyin fitoftoros, uje mana shu ob-havoda uje fitoftoros tushib boshlayapti hamma joyga. Birinchi ana shu so'ruvchi hasharotlar, shiralar ko'rgan bo'lsangiz, 2 marta katta oqim bo'ldi shiraniki. Juda bu shunday men magazindan ondan ko'chaga chiqdim, turib shunday shira kelyapti. Soat 4-5 dan keyin tarqalyapti. Bu hammasi bor kasallik bu yoqdan bu yoqqa toshyapti. Hozir sizlar profilaktika sifatida ham davolash sifatida ham kompleks ta'sir qiladigan fungisitlarni sepishingiz kerak. Misol uchun mankalaksil degani bor, juda ham ko'p zamburug'larga yaxshi ta'sir qiladi. 2 xil tarkib, o'sha mankasep tarkibi birdaniga tashqarini himoya qiladi. Metalaksil ikkinchi tarkibi u sistemni o'simlik ichiga kirib borib, manolarni qiladi. Mana shu yerda ketayotgan anolarni zararlanishlar to'xtatadi. Ana shuni tavsiya qilaman. Yo bo'lmasa tarkibida o'sha azoxastrobin bilan difekanazol bo'lgan preparatlarni ham sepsangiz yaxshi bo'ladi. Shu bitta preparat sepsa ikkita kasallik birdan o'ladi, ha? 3 ta 4 ta kasallikni ham oldini olish mumkin. Faqat o'sha hozir dalani yana oxirigacha ko'rib chiqamiz. Kasallik to'g'risi ko'p. Bu fitum zamburug'lari bor, ildiz chirishni qo'zg'atadi, fuzarioz bor, vertsilioz bor, so'lib qolishi, mana shunaqa so'lib qolishni ular ham keltirib chiqaradi. Lekin o'sha zamburug'lar xos turini bitta ko'rib aniqlab chiqamizda, keyin preparat tanlaymiz. Umumiy qilib hammasiga yechim bo'ladigan imkon qadar o'shani tanlab, keyin oziqasi boya birinchi aytganman, обязательно fosforli oziqa bo'lishi kerak. Xohlasalaringiz suyuq fosfor, xohlasalaringiz boya MPK fosfori ko'pi, asosan shular bilan. Mana shunday qilinadi. Hozirgi holatida. Endi mana shunaqa ob-havo bo'ldi-da, zamburug' ko'p rivojlanyapti. Bu hosildorligi qanday bo'ladi buning? Hosildorligi endi qarang. Misol uchun o'zi asli 1 gektardan agar novda yaxshi bo'lsa 100 tonnagacha olsa bo'ladi. 100 tonna. Endi bu navda xususiyatiga qarab. Agar kami bilan 40 tonna olsa bo'ladi. 40 tonna. Agar hozir vaqti mana shu paytiga biz kasalni to'xtatib olsak, mana shu poliyadan ham 60-70 tonnagacha olsa bo'ladi. Endi 80-100 ga qilmaydi, chunki tub son kamayib ketgan. Mana qarang, tub son kamda. Tub sonni hisobiga qarab aytyapti. Tub son bo'lsa hosil bo'ladi-da. Tub son kam bu 1000 zo'r qarasangiz ham boyagi 100 tonnaga chiqara olmaysiz uni. Tub son ham bo'lishi kerak. O'shaning uchun hozir kasallikni to'xtatadi, keyin oziqa beryapsiz fosfor bilan. Mana shunaqa bo'rtib turgan joyi bor-ku mana. Mana shundan ildiz chiqarib oladi. Yaxshi bo'ladi, effekt bo'ladi. O'zi ko'rib tursangiz bo'ladi, mana qarang, buni rangi bilan buni rangi bu nisbatan mana bu bo'lib turibdi. Bir qarab tursangiz ham ko'p bargi ham tashagan bo'ladi nisbatan. Mana bunisi ham tashlab turibdi hozir. Mana bular ham shunday bo'lyapti. O'shalarni imkon qadar saqlab qolinadi. Mana shundan bitta 2 sm, 3 sm tomir chiqarib ketsa, yaxshi bo'lib ketadi. Hozirgi holatiga. Shishganda paydo bo'lib qoladi, tomaloq chiqmasdan. U qanaqa kasalligi? Qarang, tomirda o'sha bo'rtib dumaloq qanolar bo'lib qolishini aytyapsiz, u nematoda deydi. Nematodani ham o'zimizda Samarqand sharoitidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, 2 xili bor. Bo'rtma hosil qiluvchi nematodalar bor. Bo'rtma hosil qilmaydigan, ya'ni sita hosil qiluvchi yoki sita hosil qilmaydigan. Bo'rtma hosil qiladiganlari sita hosil qilmaydi. Ya'ni bu yerda ildizlar ishib ketadi, katta durda bo'lib ketadi. Bo'rtma sita hosil qiladigan juda ildizga o'zgarish bo'lmaydi, mayda-maydacha dumaloq sharikchalar paydo bo'lib qoladi. Juda maydacha bo'ladi. Ular nematoda bo'ladi. Bularga oziqlantirish bilan keyin o'sha nematosid preparatlari bor, o'shandan sepish kerak bo'ladi, mo'lchallash kerak bo'ladi. Bunday somonlar bilan yo har xil klyonka bilan agar vaziyatdan kelib chiqib, mo'lchallash juda yaxshi samara beradi. Keyin mana bu sink deymiz-ku, ruh. O'sha ham chidamlilikni juda yaxshi oshiradi, aynan nematodalar uchun. Oltin gugurt. Ana shulardan ishlov berilsa yaxshi bo'ladi. Keyin o'zini nematosid preparatlari ham bor, o'shalardan ham qo'llasa bo'ladi. O'zi bargni tashagan bo'ladi, o'zi ketaydigani sal. Mana qarang, qatorasiga ketishdi mana yerda qarang. Yo'q.
Kelar, bemalol. Ya. Kasallikdan qaragan. Kasallikdan qaragan. Ha, mana qarang mana. Qani, ingichkalashib, qurib qoldi, qorayib ketdi. Kamiga mana ujma bu yerda fitoftorozdan boshlayapti mana. Boshdan bitta tanalarni ko'rdim. Mana chirib ketyapti. Hozir bu yerda zamburug' qanosi ko'p. Imkon qadar kompleksga aniqlaydigan bo'lib qolgan hozir siz. Chunki boshqa iloj yo'q. Zamburug' ko'p, ob-havo shunaqa bo'ldi. Isib ketsa, misol uchun, havo isib ketsin, bu zamburug'lar yo'q bo'ladi. Va aytdim-ku, alternarioz dedim-ku, o'shanaqa zamburug'lar paydo bo'ladi. U nisbatan endi manolarga nisbatan undan saqlab qolsangiz bo'ladi. Shunday bargini ko'rasiz, boshqa qilasiz. Boyagiday rasmga tushirib ham shunday boyagi internetlarga qo'yib bersangiz ham bir boyagiday shunga ta'sir qiladigan preparatlar bir chiqarib beradi. U osonroq qana qilishi. Lekin mana bunaqa so'lib qolganda, endi so'lib qolganda misol uchun internetga qo'ysangiz ham million xil sabab ko'rsatib tashlaydi. Chunki va sim qurtlarda ham xuddi shunday bo'ladi. Mana bu yerda yangi ekilgan ko'chatlar mana shu yerda tirsa etib ana qilib tashlaydi. Kuzgi tunlamlar bo'ladi, mana shu yerdan shunday yeb tashlay bir kunda so'lib qoladi. Uni internet yo uni farqlay olmay qoladi. U uchun boyada kelish kerakda. Chopib qo'yganimizda tagiga ketmon borgan bo'lsa ham, u suvlagandan keyin hech nima deb aniqlay olmaydi-da. Aynan shunday. Shu masalan, hozir mana uga kasal tegamiz, mana uni tagiga ketmon borgan bo'lsa ham, ikkovi bir xil kasal hisoblanadi. Shunday. Mana shunday bo'ladi. Qarang. Chirib bujana bo'lgan. Juda kuchli zararlanish ketyapti hozir. Tupson kamayib ketdi. Lekin hali ham mana o'qisa, ishlovlarini qilsa yaxshi hosil olsa bo'ladi. Hali ham bor. Tezroq chiritish yo'lini anosini aytaymi? Bir xandakcha bo'lsa endi, o'sha xandakchaga bir suloy qilib, o'sha chirmagan porini tashab, ustiga ozgina amafoz, ozginagina qism bilan bitib tashab chiritish uchun. Titish uchun amafoslarni sepib, suloy qilib, tashab chiqaverasiz. Ustidan shunday oltin gugurt sepib qo'yasiz. Shuni 2 oy, 3 oyga qolmasdan mana shunday chiritib tashlaydi. Titib tashlaydigan bo'ladi. Dahshat bo'lib tayyor bo'ladi. Ustidan faqat oltin gugurt anosi bilan yopish kerak, ichiga amafoz tashlash kerak, u titib tashlaydi. Shunda boyagi begonovi chiqmaydi. Bunaqa nematoda bunaqa narsalar bo'lmaydi. Zo'r bo'ladi. Shuni tagiga xuddi biogomistay qilib ekayotgan payti ham mana shunday kovlab, nuridan shunday olasiz, ham sarf me'yori kamayadi. Nuri ko'p katta ketmaydi buni yerga. Tonnalab boqing. Sizga kerakli joyda oziqa bor-da. Misol uchun, mana yerga ekmayapsiz, mana shu yerga ekyapsiz mana. Ana shu joyga nurini shuni olasiz, ana shuga qo'yasizlar, ustidan ekib yopib yuborasizlar. Ko'chat qilib, ana qo'yib ekayotganingizda. Ana shu joyda nuri bor, ana shu joyda oziqa bor va urug'ingiz yaxshi, dorilangan. Siz bunaqa kasalliklarga oldin bitta sepib qo'yasiz, bo'ldi shu bilan. Oziqa boyadi. Umuman kuydirmaydi. Chirigan bo'lsa umuman kuydirmaydi. Chiriganni o'ziga ekib qo'ysangiz ham bo'ladi. Faqat bitta narsasi bo'ladi. Nuri chirigandan keyin suv qochsa qisqaradi. Qisqaradi. U endi suvni uncha yaxshi ushlab tura olmaydi. O'shaning uchun tuproqqa aralashtirsa, tuproq yaxshi ushlab turadi. O'shaning uchun tagiga ana shunday qilib sop, biogumist bo'ladimi yo bo'lmasa chirigan o'sha nurlar bo'ladimi, mana shunday solasizlar, mana shu yerga ko'chatni qo'yib yopib yuborasizlar. Bitta suv haydaysizlar. Mana shunday bo'lib chiqadi. U keyin sal o'sgandan keyin yotqizib, mana yoqqa tarab, bir tomonga tarab, keyin ana qilinadi. Hozir bu yerda men nargi tomonlarni ko'rdim, juda sho'r ekan. Bu yerda endi anosi uncha emas. Yaxshi. Bu yerlar zo'rda pomidor uchun, misol uchun. Zo'r bo'laydi. Faqat kasallik endi bu yil mana shunday bo'ldi. Tushirib qo'ydi, Joylarda ham ko'pmi? Endi hozir aylanib yuribman, juda ko'p to'g'risi. Juda ko'p. Hammaniki har xil bo'lyapti. Endi ko'proq issiqxona anonga, dalalarga endi o'tgan haftadan boshlab pomidorlarga, sabzilarga, no'xatga chiqyapmiz. Bu paytgacha faqat issiqxona edi. Hozir endi bu yoqlarga ham kelib ko'ryapsiz mana. Hammasi asosan sizlarda zamburug'. Bakteriya bo'lsa nisbatan ho'l bo'ladi-da, keyin palaqda tuxumni hidi kelib qoladi.
nisbatan. Endi baribir bunday hidlab ko'rsa ham birdaniga risk seziladigan anavi bo'ladi. Sizda hozir asosan zamburug'li kasalliklarga kompleks ta'sir qiladigan preparatlardan o'qisa yaxshi olib qolsa bo'ladi hali ham. Shu mana shu bola o'ziga shu siz aytayotgan dorilar sepsada, qanchada dori ketadi, necha pullik dorilar ketadi? Endi qarang, bu hozir maydoni qancha? 1 gektarmi? Yo'q, chiqmaydi. Chiqmaydi, ha? Xo'p. Kredit olish 40 sutlar bo'lishi mumkin. Hozir bundan u yog'i yo'q-da, anavi. U yerda bida bor, ana shu. Bu mana uni ham kartoshkani bu yerni ham hisoblamayapsiz demak, to'g'rimi? Bu demak boshqa urovdik. Ha, bo'ldi, tushundim. Hozir qarang, 1 gektarga 180 ming so'mlik dori ketadi. 1 gektar uchun. Endi shuni hisoblab oling. Endi 7 kundan keyin повтор qilib yana bir sepasiz. Bir marta sepasiz. Ikkinchi martasiga 7 kun o'tkazib yana bir ishlov berasiz. O'rtacha mana shu 50 sotiqqa 2 marta ishlov berishingiz oziqasi bilan 200 mingdan sal nari beri bo'lib turadi. Chunki oziqalarni ham qo'shasiz-da baribir. Oziqasini ham qo'shasiz. O'shani hisobiga 200 mingdan bundayroq ana bo'ladi xarajat. Ancha oldinroq qilganda ancha son saqlanib qoladi. O'zi 1 kun, 2 kunda sezildi-da. Yo'q, o'zi nam havo bo'ldi-ku, bilinmaydi-da, bildirmaydi-da mana nam havoga. Birdaniga issiq bo'layapti, уже boyagi o'tkazuvchi to'qimalar hech qaysi ishlamayapti. Zararlangan zamburug' bilan qirqib mana bug'ib qo'ygan, birdaniga tashlab beryapti. Boshlangan deysizmi buni? Ha, bu ancha 15 kundan ham ziyodroq oldin boshlangan. Oxir yomg'irdan oldin srochniy patrobda yomg'ir bo'layotgan dorini berib filtrga tashlatdi-da. Ha. Shundan keyin ham Ana shu dorini azotni bergan, u o'zi shu yomg'irda, mana qarang. Yomg'irda o'zi 15 dan tushib ketdi harorat. Bu azot battar muzlatgan. U 2 barobar tezlashib ketgan agar azot bergan bo'lsa. Shu uchun ham mana shunday bo'lyapti. Karbamid bu yerda hamma. Karbamid ham endi yaxlatadi-da, va uni ham azotda. Hozir mana shunaqa holatlarga agar azotni anosini tavsiya qil desalaringiz, sulfat ammoniy hozirgi holatiga kam miqdorda yaxshi. Buni ham suspenziya qilish kerak-a? Endi suspenziya qilsangiz kuydirib qo'yasiz bu issiqqa. Kechqurun amallab dozasini kamaytirib sepsangiz bo'ladi. Agar avvalasi kasallik bir to'xtatib, keyingisiga ham sulfat ammoniy sizlarga yaxshi bo'ladi. To'g'risi, sizlarda bu yerda bor, ana u yoqda ham bor. Bu yerda so'ruvchi shunday so'radidagi kasallikni oladidagi monopoliyaga yaqinlashdi. Undan keyingisi u yoqqa ketaveradi. Yo bo'lmasa birinchi poliyadan shamol bu yoqqa qarab bo'lyapti-ku, birinchi poliyadan mana yoqqa qarab kelyapti. Shamolga qarab hasharotlar bilan tarqalaveradi-da u. Hozir mana ikkita qator o'sha qirib o'tdi. Juda ko'p patera hozir juda ko'p bo'lgan. Bir rang ochdi bundan yuqurdi-da. Ha, narik qator. Azotdan olsin bemaslahat qilib qo'yibdi-da shu joyda. Shu ana unda bir og'iz kelsa misol uchun bizlar ana maslahat har doim tekin. To'g'risida любой odamdan ko'chadan bir adashib qolgan odamdan ham bir yo'l so'rasangiz aytib beradi. Xuddi shunday gapda bizlar uchun. Misol uchun, yo'q, buni hozir azotni bunday bermay turing. Holatingizni olib keling bir ko'raylik deymiz. Holatiga qarab bir yo'q, hozir azot umuman shart emas, sizga mana bu shart deb aytamiz, u boshqacha bo'ladi. Azotni bergan, tuproqda ham haroratning keskin tushib ketgan, 2 barobar tez rivojlangan. Hozir qator yo'qolib ketyapti. Agar qayta uglevitr qilib namin qochirsa foydasimi? Endi hozir imkon qadar uglevitr qilsa yaxshi bo'ladi. Faqat dorilar sepgandan keyin-da. Dorilar sepib bo'lgandan keyin ko'ra, imkon qadar ana qilsa bo'ladi. Bu poliya hozir ham achagan bo'lyapti-da. Mana yoqqa tarqatyapti ana shu tomonga. Polni bo'lyapti. Birinchi bu odam boshlash kerakdagi hamma bir xilda ishlov berish kerak bo'ladi. Eng birinchisiga mankalaksil sepishlaringiz kerak bo'ladi. Men kartoshkagacha bo'lgan joyda endi bitta joyda turibdi-da pastda. Endi bunisiga o'tdi. Kartoshkadan bu yog'i endi boshqa dehqonniki. Buni qarang. Bitta polida, bitta joyda. Faqat dehqon. Shunday. Bir xil ishlov berilib keldi hozirgacha.
Bu yoqdagiga ham tushyapti mana. Oldinroq dori beryapti bu. Bu yoqdagiga ham tushyapti mana. O'zi tushdi, Ha. Mana. Shu barglar chirib fitoftaroz degani mana shu bular. Asta-asta tushib kelyapti mana. Shu tushib mana o'qigan. Bu asta-asta o'tadi, mana poyaga o'tadi. Poyadan keyin mana o'rta poya, glavni poyaga o'tadi. Mana shu qop-qora bo'ladi-da, keyin chirish ketadi bu yoqda. Mevasiga ham o'tib ketadi bu. Mevasi ham pishmay qoladi. Toshdek qattiq bo'lib qoladi, yam-yashil bo'lib turaveradi. Qoracha dog'chalar paydo bo'ldi. Shu dog' paydo bo'lyapti, 1-2 yil. Mana bor. Inshaalloh anish mana shalpayib boshladi. Bu yoqda ham bor. Bor ekan. Mana. Qarang. Yo'q, Bunda bori kamroq ekanda, qarash yo'q ekan. Endi boshlandi lekin. bunda yer nam bor, chiqarib ketadi tomir. Chiqarib ketadi. Chiqarib ketadi. Hozir mana shunda Ha, qarang, bu yoqda ham o'zi boshlanyapti. Nisbatan endi kechroq boshlanyapti mana. hozir bu yaxshi holatda, baribir ham siz aytgandek hosildorligi bu poliyaga nisbatan bu poliyada ko'proq bo'ladi. Ha, Endi nima kam-ku hozir bunda. bu yoqda endi tupson kamayib ketyapti-da. Kamayib ketyapti. Bunda kamaygani unda. Siz aytgan ishlovlar berilsa, bunda ko'proq bo'ladi, yaxshi. Shunday, Natija. yaxshi bo'ladi. Bu yoqdan ancha hosil olsa bo'ladi bu yoqdan. Chop payti Endi bitta ikkita tekkan bo'lishi ham mumkin. bo'lganda u hozirda Ya endi mana bu hozirgi mana shu holatida bunda ham bo'lgan mana. bor ekan. Mana. Bu hozir bildirmay turibdi. Erta bu ham ketadi mana. Ha, mana. Buniki o'zi birinchi bo'ludi, bu Mana. dorsibdi-ku, qanaydir. Buni qarang, bitta ikkita mana tomiri ham mana 1 santimetrdan ziyodroqda. Shuni evaziga ham turibdi. Mana. Lekin mana yoq chirib ketgan bu yoqda ham mana. Mana. Chirib buni o'p qolgan mana. O'tkazuvchini bu yoqda ham to'liq zararlangan. Hozir o'pshi ko'rak hamma joyda, hammaga to'g'ri keladigan. Hozircha meni o'zimda mana shu ikkita poliyani ko'rganimda Mangalaksil tavsiya qilyapman sizlarga. Ana shu ham kontakt ikki tomonlama ta'sir qiladi, effekti juda zo'r bo'ladi. 2 marta ishlov oziqasi bilan обязательно, fosfor bilan. Yaxshi natija bo'ladi. Lekin boyagida sarg'ayib so'lib qolgan u baribir ketadi endi u. Uspet qilmaydi bu siqqan. Bo'lmasa u yog'ini ham ko'raylik, chiqib qo'sh. Mana shu holatda hozir fitoftora infestans degan zamburug'li kasallik yuqyapti bu yerda mana. Lekin bu yoqda akalardagidagidek rezaktanyoz degan zamburug' emas bu. Hozirgi holatda sepsangiz saqlab qolasiz, ildiz tizimi sizda juda yaxshi. O'simlik holatidan kelib ko'rib chiqadigan bo'lsak, faqat mana shu zamburug'li kasallik hammasiga tushgan mana qarang. Bu erta mana shu haroratda kechqurun ham, bugun ham 15 dan pastga tushadi. Bu battar ko'payadi. Imkon qadar qancha soatiga erta sepsangiz shuncha yaxshi bo'ladi. Faqat salqin holatda sepish kerakmi? Endi hozir mana bu shamolda sepsangiz bo'lmaydi. Sepganingizdan quritib beradi-da. Barg o'zlashtira olmay qoladi. Shuning uchun kechki salqin bilan endi o'sha 5 dan keyin shamol sal pasaygan vaqtiga sepishingiz yaxshi bo'ladi. Agar mana shu shamolda sepsangiz preparatni bir 30-40% kuchi yo'q bo'lib ketadi. Sepganingizda birinchidan shamol olib ketib qoladi, ikkinchisi tushgan barg ham birdaniga tez qurib qoladi. Barg buni barg og'izchalari bor-da, har bir tukdan o'sida. O'sha og'izchalardan so'rib olish kerak bu dorini. U so'rib ola olmay qoladi, qurib qoladi. Bargni o'zida qolib ketadi. Nisbatan himoya bo'ladi, lekin samaradorlik tushib ketadi. Masalan, sepsangiz hozir 100% samaradorlik bo'lsa, mana shu shamolda 60% samara ko'rasiz shu dorini sepsangiz. Salqinda kechga tolib sepsa, bargda ko'proq turadi. Shunda barg Shunday. oz qoladi. Ana. Bu Bizlar ham brigadir fermer bo'lganmiz. ha, Faqat salqinda kechqurun sepaydik. shunday. Ertalab ham seppangiz. Ertalabga ham shu shudring-pudring bo'ladi, boshqa bo'ladi. Quyosh chiqadi, tez qurib qoladi. O'sha
kechki salqin eng yaxshi vaziyat hozirgi. Kechasi bilan Ha. ta'sir qilib oladi. Zo'r o'zi ham bargam zo'r so'rib oladi, oziqani ham yaxshi so'radi, bu kasalga ham birdaniga effekt beradi. Agar mana shu bugunlarda agar sepsangiz, siz birorta pateriya bo'lmaysizda. Ketayo, sizda bir anons bor ekan, mana shu tomonlaringiz ko'p zararlanibdi-da. Daraxt bosh yarmigacha yaxshi, keyin pastiga shu tomondan tegdi-da. Mendagi ular sug'organ vaqtda men sug'ordim-da. Bu agar yomg'ir yog'ishini bilgan sug'ormaydim. Ular sug'ordi. Sug'ordim deganda sug'ordingmi? Regulator qilib suv tashladi. Ikki ham bir Endi avvalosi mana kasal tushganda keyin sug'orsangiz, havo tushib ketsa u battar bo'ladi. Kasal tushmagan sog'lomga sug'orsangiz ham o'simlik baribir holati yaxshi. Bu yoq sug'organ bo'lsa ham kasallik endi tushyapti bu yoqqa. Sizga oldinroq tushgan bu juda ko'p ana qoloq qanolaringiz bor, qatorlaringizda. O'rta-o'rta tashab ketib ana to'kilib qolgan. Endi shu siz keyin boyagi birinchi ko'rgan akamiz sal boya ko'chatdan o'zini ham qilib qo'yarish kerak. Xatosiga aniq qilishga. Faqat suvga keladi-ku pomidor. Dorilar sepib bo'lgandan keyin pomidor o'zi suvga kelgan payti, sug'orayotgan paytiga ekiladi endi. Boshqa tupson qilib chiqishda anasi yo'lanishi yo'q. Hozir qaramasa bu yoqdan juda ana bo'lib ketadi. Hamma joy har xil bo'lib qoladi, to'p bo'lib, ora pustoy bo'lib ana bo'lmay qoladi. Odamni mehnat qilgisi ham kelmaydigan holatga ana bo'lib qoladi-da. Undan hozir boyagi dorilar sepib, suvga kelgandan boyagidek joy-joyiga xatosiga egib qo'yaversa, shuni o'zi ham yaxshi hosilni qilib beradi. Hali kech emas. Pomidorni umri 7 oy. Yaxshi qarasa o'sha sovuqlargacha yetib oladi. Bemalol chiqib ketadi hozir. Qilayotgan xarajati minusga kirmaydi demoqchiman. Foyda bilan qiladi. Faqat endi shu tushgan yilga kelgan to'y deydi-ku, endi hammaga birdan keldi-da. Shu bir ishlovini berib qo'yish kerak, yaxshi bo'ladi. Va sizda ham shu ko'chatni bir yo'nalishini qilib qo'yasiz, ora-orada tashab ketgan, so'lib qolgan joylariga suvga kelgan paytiga, endi siz bir suv ham oqizgansiz-ku, kechroq bo'ladi sizniki. Bu akaniki tezroq keladi endi. Sug'orsam bo'lmaydi endi. Yo'q, battar ko'payib ketadi. Battar ko'payib ketadi. Avvalo hozir dori bilan oziqani berish kerak, o'simlik energiyasini olib olish kerak. Mana shu nam ham yetadi ildizlash uchun. Mana shu holatda. Keyin shu kasaldan chiqib olgandan keyin suvni tashab qo'ysangiz ham 15-20 kun Keyin kanamiz bitadi. ha, zo'r bo'ladi. Hech bir salbiy anosi bo'lmaydi. Hozir mana shunaqa ob-havoda endi. Kechasiga tushib ketyapti, yomg'ir bo'layapti, namlik ko'p, mana shu zamburug'lar ko'payadi. Hozir asosiy anosi hammalaringizning asosiy ikkita muammo. Bu yoqda bitta akada bitta muammo bo'layapti. Bu yoqda akaga bitta fitoftaroz kelib tushyapti. Sizakida rezaktaniyoz bilan fitoftaroz birga. Fitoftaroz endi tushib boshlagan hammaga. Rezaktaniyoz endi oldindan o'sha yomg'irdan anosi bilan rivojlanib juda ko'p banoni pateriya qilib qo'ygan. Hozir sizga eng to'g'ri keladigan bizda aldehid degani bor. Tarkibida azoksistirobin bilan difikanazol bo'lgan. Azoksin degani bor, u ham xuddi shu tarkib. Undan keyin mankalaksil degani bor, u ham yaxshi o'qiladi. Pervikur shunaqa ularga kelsak, himoya uchun dahshat dori. Pervikur, Maxim XL ekish oldi ana shunga botirib eksangiz dahshat bo'ladi, lekin davolash xususiyati kamroq ularda. Zo'r dori. Dezinfeksiya qilib nima qiladi-da, stress. Ha, u himoya qilib dahshat himoya qiladi, lekin chirishlarni to'xtatmaydi u. Chirishni eng yaxshi to'xtatadigani switch bor. Undan keyin boyagi mankalaksil bor, agramil degani bor, o'shalar. Sizlarga o'sha ikki xil ta'sir qiladigan yo aldehid, endi u iqtisodiy holatlaringizdan kelib chiqib aytyapman. Samarasi bir xil. Aldehid bor, nisbatan qimmatroq, uni arzonroq varianti bor, Ridamin Gold yoki bo'lsa mankalaksil. Effekti bir xil. Ikkovida ham shu saqlab qoladi. Mana shu kasalliklarni nima qiladi? Yo'q qiladi. Aldehid yana nima dedi? Aldehid bor, keyin mankalaksil bor. Gapini shunday zapis qilib qo'ysang ham bo'ladi.
qaysi dorini aytganimni yo hozir mana videoda ham bor, videoda ham mana o'xsa birdaniga qo'yib yuborlar videoda ham hammasi shu jarayon. Bog'bonga borsang o'sha yerda oladi, boshqa yerda oladi. Bog'bonga borsang o'sha yerdan o'zi aytadi. ko'rib Agar misol uchun agar bog'bonga yo'llaringiz tushishdan oldin dalani bitta rasm videoga qilib olsalaringiz, mana shu yerda qaysi faza ketayotganligini men birdan bilaman-da, shunga qarab hamma narsa jarayon shundan kelib chiqadi-da. Hozir men misol bitta polyaga bordim, sizdan ancha oldin ekkan. Ularga uje hozir misol uchun 30-40 bo'lib uje yotib, gullagan. Shunga borib keldim, sizlar kelib birdaniga so'rayapsizlar va 50% ma'lumot boya ko'rib kelgan dalam bo'yicha bo'lib qoladi. To'g'risi shu dalani ko'rganman-da men. Sizlarga ham shunday bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Misol uchun. Agar odam ko'proq bo'lsa, misol bo'ladi-da, endi shoshayotgan paytingiz, ha nima mana shu. O'shanaqa paytiga misol rasmga tushirib, yo bo'lmasa santimetr, misol mana shuncha 20 bo'ldi, endi gullayapti, yo bo'lmasa 4-5 ta rasm olsangiz, rasmdan eng zo'ri yo'q. Undan ham zo'ri kelib ko'rgan u boshqacha. Endi noiloj bo'lgandan keyin shu rasm, video ham yaxshi-da. Shu o'tganda shunday so'rab kelaversangiz, u maslahat hammasi tekin bo'ladi. Hech bir anosi yo'q. Nima tarkibini aniqlaymiz. Azotni xili ko'p-da endi. Misol uchun sizlarga hozir ammiachli azot kerakmi yo bo'lmasa bu hozir karbamid umuman tavsiya qilmayman. Misol uchun dorilar sevib bo'lganingizdan keyin sulfat ammoniy tavsiya qilsam bo'ladi. Tarkibida oltin gugurt ham bor-da uni. 21% azot bo'lgani bilan 26 azot bor, oltin gugurt bor. Hasharotlarni ham yo'q qiladi, nisbatan foydasi bor, o'sha kasalliklarga ham foydasi bo'ladi. Hamda esa oltin gugurt bitta atomi 16 ta, 17 ta o'sha azot atomini o'simlikka toshib beradi. Yerda oltin gugurt kam bo'lsa ham azotni o'zlashtira olmaydi. Azot endi bilasiz, havoga ham uchib ketadi u. Shunisi ham bor-da, shu holatdan kelib chiqib, karbamid zo'r, foydasi yaxshi, lekin u bilan ishlash nisbatan qiyinroq bo'ladi. Orqasidan birdaniga suv bilan nima qilish kerak bo'ladi. Karbamid zo'r aytyapman-ku. Faqat yo'q, karbamidda fosfor yo'q, unda 46% azot bor. Ha, karbamid anosi juda yaxshi, lekin uni yomg'irga, suvga qarab ishlash kerak-da u bilan. Bo'lmasa havoga uchib ketib qoladi. O'shanaqa nima deydi? Minus plus tomoni ham bor-da uni. O'shanisi bor. Hozirga bundan keyingi agar azotli o'g'it olib qo'ymagan bo'lsalaringiz, sulfat ammoniy olganlaringiz ma'qul bo'ladi. Mana shu holatiga 21%, hay foizi kam, lekin effekti yaxshi bo'ladi. Faqat dorilarni sevib bo'lgandan keyin. Hozir mana shu holatga agar azot berib yana oqizaman desangiz, boyagi akanikidek bo'lib ketadi, qatarasiga yo'qib ketib qoladi. Kuchayib ketadi. Karbamid dahshat, lekin hozirgi holatiga tavsiya qilmasdim. Hozir imkon qadar azotli o'g'itlardan qochib turgan ma'qul. O'sha fosforlik, kaliylik, o'shanaqalardan bersa bo'ladi. Lekin aynan azotdan barikdan oziqlantirib turish kerak. shunday. Havo harorati 40 dan oshadi deyapti-ku, hozir 40 bo'ladi yani. 40 dan keyin yaxshi issiq olgandan keyin bersa. Undan keyin beraveringizlar. Undan keyin qo'rqmangizlar. Lekin hozirga bo'lmaydi. Chunki tushib ketyapti harorat, kasallik rivojlanadi, tem bo'lib azot bergansizlar o'simlik chidamsiz bo'lib qoladi, immunitet shakllanmaydi. Shuni evaziga sizlarda ko'p bo'lib ketadi, xarajat ko'payib ketadi. Shu issiq bo'lib 40 dan oshgan paytlariga, misol uchun kechqurunlariga shunday karbamidni berib, bitta kultivatsiya bilan shuni orqasidan suv haydasalaringiz, mana shunday bo'ladi, lekin u hozirga emas-da. Xo'p. Bizda kompyuter emas, Falcon, Aldeit. Bu yerda Aldeit bor ekan. Aldeit. Yaxshi. Ha, bu azoksastrobiin bilan difikanazol bu sistemli ta'sir qiladi. Ikkovi ham sistemli bo'ladi. Keyin Falcon bor, fitoftorozda ham yaxshi o'qiladi. Asosan lekin bular 10 shudring mana shunaqa chirish anovlarga yaxshiroq bo'ladi. 10 shudringga zo'r bu. Sizlarga eng tavsiya qiladiganimiz mana shu Aldeit bilan o'sha Mankalaxil. Birinchisiga Mankalaxil, birinchisiga Mankalaxil sepsalaringiz, ikkinchisiga bundan sepsalaringiz juda ma'qul bo'ladi. Kasallik ham bitta preparatga o'rganib qolmaydi demoqchiman. Mana shu bir keyin necha pul endi mana shu?
Endi bu 1 litr bo'lgan bilan 360 ming mana shunday chiqadi. Lekin sarf me'yoriga hisoblasak bu gektariga misol uchun 200 millilitr ketadi. Gektariga. Bu yerda agar gektarga yetayotgan narsa bor ekan o'zlari. ha, mana shundayda. Yo'q qolasan. Hamma yig'ilib olsa bo'lar ekan. Shunday qilsalaringiz ham bo'ladi. Keyin boyagida hozir birinchisiga o'sha mankalaxilni sepib, ikkinchisiga buni sepsalaringiz, buni muddati uzoq bo'ladi. Mankalaksiyani 6 oyda. Ikkovini shunday sepsalaringiz, mana shunday effekt bo'ladi. Shu akalar, charchamangizlar, sog' bo'lingizlar. Bir bemalol o'taveringizlar, hech bir anosi yo'q. Bir rasm videoga olib, men holatimni endi nima qilay, yo bo'lmasa azot beraymi, yo sabr qilib turaymi desangiz, men ob-havoga qarayman, hammasini ko'rib aytaman, yo'q bemalol, yo bo'lmasa 2 kundan keyin yomg'ir ekan, karbamid olib qo'yganman desangiz, karbamid berib yaring deymiz. Endi bir bitta galladan ikkita yaxshi. Shunda bunday maslahat qilgani yaxshi bo'ladi. Mutaxassis bilan ishlagan yaxshi. Charchamangizlar, Choy sog' ichamiz bo'lingizlar. aka. Mayli aka, nasib pomidorlaringiz pishirsin, o'zi asta kelaveramiz nasib bo'lsa. Qadrli kuzatuvchilar, mana bugun bizlar Bog'bon agromarketi Narpay tumanidagi dehqon akalarimizni mana pomidor o'simligini ekib yetishtiryapti ekan, mana shu holatga keldi. Biz ko'rib kasalliklarni aniqladik, ularga o'sha fungisidlar, ya'ni zamburug'larga qarshi dorilar tavsiya qildik. Hozirgi kunda mana ko'rib turishlaringiz mumkin, mana shu yerda fitoftaroz bilan rezaktanioz zamburug'lari zarar yetkazyapti. Mana shu holatga bizlar kompleks ta'sir qiluvchi aynan o'sha mankalaxil yoki bo'lmasa aldehid preparatlarini yoki azoksin fosforli oziqalar bilan birga ishlashni tavsiya qildik. Sizlarga Bog'bon agromarketi bilan xuddi mana shunday dehqonchilik ishlarini amalga oshirayotgan bo'lsangiz, birga ishlashni taklif qilamiz. Ya'ni o'sha ekinlaringizni kasalliklardan oldini olish uchun bizga bemalol murojaat qilish hamda tavsiyalarni olishingiz mumkin. Biz imkon qadar sizga yordamlarni hamda o'zimiz tavsiyalarimizni beramiz. Hozirgi mana shu holatda aytib o'tganimizda bu yerda anchagina ular kech qolishgan, lekin sizda hali imkoniyat bor. Biz bilan ekrandagi raqamlar orqali bog'laning.